şu O'zbekistonda o'z jasoratini, xizmatini ko'rsatgan insonlarni chaqirdik. Bayram munosabati bilan shuningga bizning Tashkent Uyg'ur madaniyat markazi nomidan faxriy gрамотalarini tayyorlab kelgan edik. Shularni biz sizlarning rus tilinglar bilan topshirsak. Так, To'xtayev Azat Yasinovich. Vatan kuni yoshlarga madaniy ma'rifiy tadbirda O'zbekiston Respublikasida millataro totuvlik, vatanimiz tinchligi va gullab yashashiga qo'shgan hissa uchun faxriyorlik. Rahmat. Vatanimga xizmat qilaman. Tabriklaymiz. Rahmat. Barcha O'zbekistonda bo'lgan xizmatdoshlarimga hamda keksa veteranlarni tabriklayman. 14-yanvar Vatan himoyachisi kuni bilan. Rahmat. Rahmat. Zo'r, keyingiz bo'l. Zulunov Akbarjon aka. Keling aka. Sizlarni Namestov Hakim Yakubjonovich. Sizni tabriklaymiz. Bugungi kun bilan muborak bo'lsin. O'z vaqtida xizmatlaringizga chong rahmat. Vatanparvarlik uchun mana. Ilafun Abdusalam. Ilafun Abdusalam. Bu kimizden mi? Sizga chong rahmat beramiz. Siz o'z vaqtida xizmat qilgansiz. Rahmat. Keyingisi marhamat. Niyazov Nijat aka. Nijat aka, bugun kun bilan sizni tabriklaymiz. Harbiylar kuniga. Sizga o'zingizga yaxshi bir xizmatlarni, chong xizmatlar qilsiz. Sizga chong rahmat. Yashashni qolmay. Bizga xizmat qilasiz. Так, Турдиев Союз Рахманович. Bugün bizdeki himoya kunimiz, harbiylar kuni. Sizni tabriklaymiz. Biz birimiz siz vatanparvarsiz, xalqparvarsiz. Shuni qanday xizmatlaringiz uchun bugungi bayramlar munosabatidan sizni tabriklaymiz. Men O'zbekiston vatanim uchun xizmat qilaman. Yoshlarni vatanparvarlik, millatparvarlik ruhida tarbiyalashga har doim biz tayyormiz. Salomat bo'linglar. Bayramlar bilan. Turahmetov Tamkin Turahmetovich. Cho'xonalik bor ekan. Tamkin aka, bugungi bayram harbiylar kunimiz tabriklaymiz. Biz sizni yaxshi bilamiz. Ko'p xizmat qildingiz. Hozir endi islom sivilizatsiyasida xizmat qilyapsiz. Shuning uchun biz ko'p umidlarni kutamiz sizdan. Hammalarni tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Cho'xona qachon kel? Hurmatli mehmonlar, sizlardan bir uzr so'ramoq edi, Farhod. Farhod? Qal'asi ishga qo'lini kesib o'shgan. Mana bor uzr. Turg'un aka, keyin almashtiramiz.
Sizniki vizit mana endi. Hakim aka. Hakim aka chiqib ketmaysiz sizga. Hakim akalar vizit qilibdi. Ozgina menda xato o'tib qolibdi. Mana. Mana shu uram mana. Minbar uzra. Mashqol o'z olib berib qo'ymoqchi. Minbar uzra. Sizni tabriklayman. Siz mana shu yeshingizga kelib bugungi bayram munosabati tabriklaymiz. Shu yeshingizga kelib qanchalik yo'l xalqiga vatanparvarlik qildingiz. Xizmatingizga sizga cho'ng rahmat. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Kechilik ishlarni tashkillashtirib, har doim bizga bosh-qosh bo'lib yurgan, har doim Uyg'ur teleperedachisiga ko'p hasni qo'shayotgan Toshkent Uyg'ur madaniyat markazida raislik qilib, har bir bayramlarni syomkasiz, Uyg'ur aholisiz o'tkazmayotgan Olimjon akamni bugungi qutlug' sanay hamda bayram bilan tabriklaymiz. Har doim al xizmatida bo'lib charchimam. Xudoyim bo'lsa konferensiyada yana davomli bo'lsin degan mening o'zimning shaxsiy fikrim bor. Sizni tabriklayman. Allah quvvat bersin, Allah quvvat bersin.